Oxirgi paytda Buxoroda eng trendda bo'lgan bloger men o'zim ekanim. Qayerga bormasam, hamma aytadi: "Nilushka, siz trendda." Hamma faqat sizni obsujdat qilyaptilar. Bechora Nilushka. Bunday olib qarasak agar, bechorani ma'nosi chorasiz. Amani qayerim bechora bilmadim. Oyoq qo'lim butun, hech kimim o'lmabdi, Xudoga shukr. Ishlab bilaman, ish joyim bor, meni sevadigan insonlar bor, sevib hurmat qiladigan insonlar bor. Birinchi turmushim o'xshamagan bo'lsa, bunaqa situatsiya juda ham ko'p ayollarda. Ikkinchi marta to'y bo'lib, baxtli bo'lganlar qancha. Ko'p ayollar menga shunaqa situatsiyadaman deb murojaat qilishgan. Menda eng katta plusi to, что meni ishim bor va meni juda ham yaxshi insonlar окружать qiladi. Endi представить qilyapman, meni situatsiyamda hech kimi yo'q, puli yo'q, boradigan joyi yo'q ayollarni. Va shu uchun meni depression istoriyamga e'tibor bermaymiz. Hali hayot hammasi yaxshi. Situatsiyamni o'zida kechirgan ayollar hech qachon o'zlaringizdan ayb izlamanglar, потому что u insonlarni tabiati shunaqa. Hamma vaqt aytganimdek, ayol kishi faqatgina o'ziga надеяться qilish kerak. Men sizlarga silamanga dalda bo'linglar va men o'ylaymanki, женская solidarность juda ham kuchli. Bu situatsiyadan hammamiz birga yengib chiqamiz. Всем пока!